Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratma jengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'lkaga tutdim. Bağla kurup ketsin! Sizce bağının kerki yok! Hey oğlum, yaman neyden özünge hemrah bulgay. Sen de kolunu kanlı paldırmak ikensen de. Neyden yok? Hem de kandan kıdemez. Bulanın kanı harısı da toşkan tutulgalıkını unutup kaptı uğduğu. Tömer akamın kabrisini karabak bozken. O kabriden hilim o. Derya. Hasret nadamet yaşları yıkılırsa. Yığıdın kıyıp yıkılıp ölgüce. Meydanda gelişip ölge yakşı. Ben bir tamcı kıyınım kağıt sokuşu ben. Düşmenge el doluduğun hocun yar. Çıkı anısının karnından gergi düşmedi. Yettinci bab. Kaplan öz makanını tapdı. Özünü er çağlısan, özgünü şır çağla. Uyghur halk makalı. Kitabımızın 5. babıda Liu Sijang'ın Hojiniyaz hacini nazarband qilganligi aytib o'tilgan edi. Biroq ish buning bilan tugamadi. Liu Sijang yanada xotirjam bo'lolmay, uni ko'zdan yo'qotib o'tish ko'yiga tushib, podpolkovnik darajalik qeri mushaviri Yangsan Mo'ning maslahatini olmoqchi bo'ldi. Qani aytanga, bu ofatni qanday qilsak bo'lar? Dedi Liu Sijang tamakisini sho'rab o'tirib. Qeri mushaviri Yangsan Shinning Jangjung yamulida mayorlik darajasi bilan uzun yillar ishlab, Jinshurun hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Liu Sijangning qishig'i avatilgan kishi edi. Uning darajasini Jinshurun o'zi o'stirgan. Bo'yi jaynakdek keladigan jivakkina bu odam Liu Sijangning xodimlari ichida hammadan uqumishliq, tan farosatligi hisoblanadi. U apyun chekmasligi, qimar o'ynamasligi va shahvoniy havaslardan yiroqligi bilan boshqa amaldorlardan alohida farqlanib turadi. Bo'sh vaqtlarini kitob o'qish, husn xat yozish bilan o'tkazadi. Uning ko'proq o'qiydigani qadimgi zamonning jang taktikalari bayon qilingan Sungzi Pengfa va 3 podshohlik haqida qissa qatorliq klassik asarlar edi. U Liu Sijangning Hojiniyaz hajini qanday qilish lozimligi to'g'risidagi savolini anglagandan keyin bir oz o'ylanib olib, avval Sijang janoblarining donishmandlik fikrini anglag'im keladi. Men sizga o'xshash yapsam tutami, kimsam pishamo deb o'ltirdigan talib mijaz kishi emas. Men uni jallodning qo'liga topshirsamla ish tugaydi. Yangiroq gap chiqamikin deb sizdan maslahat so'rayapman. U Liu Sijangning urchapdan boshqasi qo'lidan kelmaydigan samon qo'rsoq ekanligini bilgachga, uning gapiga ancha hayron qolmay, vazmin so'zlashga boshladi. Janoblari, donishmand sarkardimiz Yang Jangjungning Xinjiang singni qanday qilib 17 yil so'rganligini xotir sheriflardan chiqarib qo'ymag'aylar. Hojiniyaz heliqi temir isyoni bo'lgan yillardan tortibla al ichida nomi chiqib qolgan odam. Uni o'ltirib olsak, dushmanni ko'paytib olamiz. Tirik qo'ysak, oxir bir kuni yurtiga berib oladi. Bu yo'lbosni taqib qo'yib etganlik bo'ladi. Shamaqsning uni o'z yinida tutib turishimi tasodifiy bo'lmagan. Menchi bo'lganda bizmi mundaq bosh egmas isyonchilardan foydalanishni bilishimiz. Ya'ni, masalan, unimi o'z vaqtidagi temir xalpaga o'xshash bir tal yip bilan yomulga bog'lab qo'yishimiz lozim. Uni o'ltirmay, biror mansabga qo'yayli demoqchimisiz? Shundoq janoblari.
Yo'q. Bunda qilishning hojati yo'q. Hozirgi qumul vaziyati Temir zamonasidagiga faqatla o'xshamaydi. Yangjang janoblari Temir isyonini tinchitib olish uchun shunday qilgan. Mencha tarix yana qaytalanadi. Ba'zi alomatlar qumulda yana bir isyon bo'lishdan derak bermoqda. Donishmand kishi hozirga qarab kelajakni oldin ko'ra oladi. Biz keyinligimizni o'ylashimiz kerak. Xayr. Sizning mulohingizni o'rinliqda faraz qilaylik. Shundaqdimi Hoji Niyozni tirik qo'yishning bu ishlar bilan nima aloqasi bor? Aloqasi jiq. Birinchidan, hozir Shamaqsutning urug' avlodi bilan Bagdorg'ular vangliq tuzumini qayta tiklash qo'ydi bo'lmoqda. Ular el ichidan to'polon chiqishni 4 ko'z bilan kutmoqda. Ularga Hoji Niyozdek koni isyonkor va el ichida ta'siri bor qaram odamlar noiti lozim. Shunga bizning uni baglardan bururaq qarmoqqa ilindirib olishimiz aqlonlik bo'ladi. Yana masalan, Yo'lvoz burun ordining sodiq mulozimi edi. Sijan janoblari uni yengjonliq mansibi bilan setib oldi. U endi janoblarining sizg'an sizg'idan chiqmay biz uchun ishlayotmandi. Ikkinchidan, Yangjanjongning yurt so'rashdagi donishmandlik tadbirlaridan biri yerliklarning cho'nglarini it bilan mushukka o'xshash bir-biriga sep qo'yishdan iborat edi. Masalan, Yo'lvozga yengjonliq mansibini bergan janoblari Hoji Niyozga lianjonliq yoki hech bo'lmaganda payjonliq mansibini berib qo'ysalar, biri men sendan ustun, sen mening og'zimga qarashing kerak desa, ikkinchisi menda sana o'xshash dadasining ismini bilmaydigan bir nimaga bo'ysunamdiman deb bo'yin to'lg'aydi. Natijada bir-biriga o'ri qo'lib, topgan gapini janoblarga yetkazish uchun biri oldi eshikdan kirsa, biri orqa eshikdan kirib, bo'sog'illardan daljimaydigan bo'ladi. Chanto'larning ishki qog'i po'xtalasa o'chig'i paydo deganiga o'xshash, biz bir chetda turib foyda elaveramiz. Uchinchidan, mubodo isyon chiqib qolsa, Hoji Niyozni o'z qismi bilan sapning oldiga o'tkazib qo'yimizda, cheriklarimiz miltiqini ularning gajgisiga teratmaydi. Ya'ni zaharni zahar bilan yo'qotamiz. To'xtang. Sizning fikringizcha, Hoji Niyozning qo'lida yerliklardan bir qism cherakmi bo'lishi lozim ekanda, ha? Undaqda zaharni zahar bilan yo'qotib qo'yguncha, o zahar o'zimizga yenib qaz qanday qilg'iliq? Sijan janoblarga ma'lumki, dushmaniga zahar bermoqchi bo'lgan kishi zaharni hech qachon olqinida tutib turmaydi. Uni cho'qim biror qochiga sep berdi. Qochidagi zahar qancha tez ta'sir qiladigan bo'lsa-mu, qochining egasiga ta'sir qilmaydi. Shundoq emasmi? Yangjang janoblari tashkillagan Chanto musulmon qo'shinlarining o'z zamonasida eli qo'zg'olonchilar bilan Temir isyonini tinchitishda qandoq cho'ng xizmatlarni bajar keltirganligini xotir sheriflarga aslatib o'tsam ortiqlik qilmas deyman. Qeyri mushavir mushu fikrlari bilan oxiri Liu Sijangni qoyil qildi. Hatto Liu Sijang sizni zamonimizdan Jugilyangi desak, mubolag'a qilgan bo'lmaydi ekanmiz, deb uni maqtab qo'ydi. Shuning bilan Hoji Niyoz hojini hozircha o'ldirmay, uningga payjonliq mansibi bilan 20 dan 30 gacha askar tutish huquqini berib, hukumat cheriklarining qatoriga qo'shadigan bo'lishni va bu qarorni Yusuf Tayji orqali uningga uqtirdi. Meni apo qilsalar Tayjibek hojam. Mening qimig'inim shu qopdimi? Andiza cheriklarning chopinini kiyib, po'poq dasab yugurgidakmanmi? Mana ijozat bersalar, yurtimga berib, tirikchilikimni qilay. Yo'qsa, sizga ijozat berish qo'limdan kelmaydi. Ularmi sizni taqqa hargiz qo'yib bermaydi. Siz etkingiz otiq odam. Ammo hozir qumul xalqi dal sizga o'xshash ikki otiq odamlarga muhtoj. Ahli fuqaroning beshida o't yinib, yegini zahar, kiygini kepan bo'lib atgan gohda, siz yurtingizga berib, qaysi terikchiligingizni qilmoqchi? Ha? Tinch terikchilik qiladigan odamza, u kundagidek cheriklarni qamchilandi. Etkingiz o'tliq dedim-ku. Ha, shundoq.
Siz endi o'zingiz tutashtirgan bu o'tning teshida qololmaysiz. Yaxshisi, ularning gapiga ma'quldang. Bu g'animat fursat. Xudovandi kiram, bizga nusrat ato qiladigan o'xshaydi. İnşallah, inşallah. Bo'lmasiza, texnechi kun burunla ordu palganlarını taqib etgan Liu Sijang, endi sizga ham mansab, ham qo'ral beramdi. Bu qoralni atogin uning o'ziga ishlatamiz texi. Yusuf Tayjin shu gaplarni qilib etib kulib ketdi. Hoji bo'lsa cho'nqur xayol dengiziga g'arq edi. Tova, qiziq ishlar bo'lyotdi. Tömür akam yig'iliqida Shonaqst bilan ordu beglari cheriklar bilan bir bo'lib puhroga o'q otgan. Endi bu beg'o'jilar puhro bilan bir bo'lib cheriklarga o'q otmoqchi bo'lyotdi. Bo'pti. Kim bo'lsin, puhro tarafda tursa, men uning bilan bir. Puhroga zulm qilsa, uning jiniga ziq bo'lganim bo'lgan. Tajibek to'g'ri aytdi. Fursatni g'animat bilib, agal qoralga ega bo'laychi. Ondan nima qilishni o'zim bilaman. Shundoq qilib, Xo'janiyaz hoji Liu Sijangning tavasidagi bir payjon bo'lib qoldi. U endi 20 necha odami bilan Sijang shtabidan langyaydigan bo'ldi. Ularga miltiqmi tarqitib berildi. Biroq hozircha lozim yo'q deb o'q berilmadi. Xuddi yeliqi qeyri mushavirning aytganidek, hojining payjon bo'lganiga yo'lvas nihoyatda xafa edi. U Liu Sijangning yiniga necha kun kirib, hojining xatarlik odam ekanligini eskartdi. Liu Sijang bo'lsa, gohida miyiqida kulib qo'yadi. Gohida, "Undaq bo'lsa, ko'proq diqqat qilib yuring. Siz degan Yingjang, uni qattiq tuting. Ondan masala chiqib qolsa, sizni tutaman." deb qo'yadi. Shuningga binoan yo'lvas Xo'janiyaz hojining orqasiga payloqcha selib qo'ydi. Ammo o'zi hojini ko'rganda qiladigan qiliq topolmay paypetish bo'lib ketadi. Uning nima qilib yurganini hojimi sezadi. Shunga epi kelganda uni gap bilan chiqib oladi. Shundoq kunlarda tog'dagi qo'zg'alon boshlanib ketdi. Cheriklarning sho'pilg'i qilgan dastlabki jazo yurishlari mag'lub bo'lgandan keyin qattiq asabiylashgan Liu Sijang Jinshuringa telegramma yo'llab, ahvolni tafsiliy bayon qildi. Qanday qilish to'g'risida yo'l yo'riq so'radi. Jinshurin qumuldagi muntazam qismlarining darhol sho'pilg'i hujum qilishi to'g'risida jiddiy telegramma avatdi. Liu Sijang bu vazifani otliq polk komandiri Juli Jungga topshirmoqchi bo'lganda, yiliqi qeyri mushavir zaharni zahar bilan yo'qitish, ya'ni Xo'janiyaz hojini o'z qismi bilan sapning oldida mang'uzayli. Hay, bunday qilsak qanday bo'larkin? Janoblari, hargiz xavotirlanmaslar. Xo'janiyaz 20 necha odami bilan bizning askarlarimiz ichida dengizdagi kichikkina bir yetim orolga o'xshab qoladi. Onun ustiga isyonchilar Xo'janiyazni ko'rganda o'z kishimiz, qarindishimiz deb o'q chiqara olmaydi. Bizning askarlarimiz gajgisidan nayzisini terab mang'idi. Shu holda biz to'xtamay ilgirlaveramiz. To'xta. Uch podshohlik haqida qissadagi bir jangni eski e'lon. Mubada Xo'janiyazmi xuddi Jangfeyga o'xshash bir dili otning beshini orqaga bursa, u chaqda qanday qilamiz? Buning chorasi oson. Sijang janoblariga ma'lumki, bizning askarlarimizning qo'lida echki artik bo'lgan qisqa 5 otar bor. Xo'janiyazning qismiga bo'lsa, qaramiltiqdan ancha farqlanib ketmaydigan kalonpay va qo'g'ishun o'qliq 9 otar tarqitib berildi. Onun ustiga faqat 5 daldilla o'q beramiz. Menimcha Xo'janiyaz otning beshini orqaga burg'icha miltiqidagi o'qlari etilib bo'lar deyman. Qeyri mushavir Liu Sijangni bu qitimga qoyil qildi. Liu Sijang Xo'janiyaz hojini chaqirib, Ju Tanjangning cheriklari bilan birlikda sho'pilg'i hujum qilish buyrug'ini berdi va jangda sadoqatli ko'rsatsa, mansibining o'zida qolganligini. Mubada yomon niyatda bo'ladigan bo'lsa, dumbisidan o'q yeydiganligini oshkora aytdi. Ammo hujum kunini aytmay, ertadan boshlab Ju Tanjangning qo'mondonligiga qat'iy bo'ysunishni topshirdi.
Xo'janiyaz hoji o'z yotiqiga qaytib kelib, uzungacha xiyol surib o'ltirdi. Oxiri xuddi qiyin bir tepishmoqqa to'g'ri javob tepib olgan boladek birdilla jonlanib ketdi. Sham yiqib qo'liga qog'oz qalam oldi. Qumush qalam xo'tan qog'ozi ustida birdam yo'rg'alab to'xtadi. Oxirgi bahor kechisining qorong'u pardasi olamni qoplab, butun shahar uyquga ketgan vaqtda uning hovlisidan bir bo'z otli kishi chiqib, sho'pulga ravon bo'ldi. U ot ustida qo'ynini pat-pat silab qo'yib, "Hoji akam bu xatga nimalarni bitgan? Lipop xeyli qiyilin turdi-ku" deb o'ylaydi. Xo'janiyaz hojimu asta uydan chiqib, xuddi qilin o'rmonlikda kechasi ov qilishga o'rgangan tog' qoplinidek hech kimga sestirmay Yusuf Tayjining darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Yusuf Tayjining mo'msham bilan yurtilgan chaqqong'ini hujrasida bu ishkaylan birer soat baranglashgandan keyin Yusuf Tayji o'rnidan turdida yo'g'on kun sanduqdan teg'i qo'l tegmagan 3 tal tez etiladigan 10 atarliq tabanchani chiqarib 5 quti o'qi bilan ojiga berdi va uning omonligi ham ishining o'ngishli chiqishiga uzun duo qilib uni uzitib qo'ydi. Hoji o'z yotiqiga ketib o'tib, xuddi yulduzlar orasidan bir narsani izlayotgandek osmon gumbuziga diqqat bilan qaraydi. Ba'zi yo'ruq, ba'zi xira ko'ringan son-sanoqsiz yulduzlar afsonalarda aytilgandek osmonni o'rilib tushmasin deb qirqib qo'yilgan po'lat mixlarga o'xshaydi. Shu arada bir yo'ruq yulduz vol-vol qilib shahar tarafdan tog' tarafga ko'chdi. Ilohim, shu yulduz mening yulduzim bo'lib qolg'aydi. Shu chaqda eliqi Urumchidagi tatar do'stim Haydar apandiga qoplon qachonli bo'z qoplon. U qo'lga o'gindigan nima emas. Bu qoplon o'z makonini topmay qo'ymaydi deb aytgan gapimni rostga chiqargan bo'latdim. Oldingi bobning oxirida aytganimizdek, Sali Turg'a oldirab ishni echib, uydagi yo'g'on qora chirog'ning yo'riqida Manglik Niyozning sal jiddiylashib qolgan chirog'ini ko'rib, nima gap? Manglik Niyoz Xo'janiyaz hojidan oldirash choparman kelganligini aytdi va 3 qadamcha orqada itining chulburini tutib turgan bir kishini ko'rsatdi. Qattiq qasrab turgan oqboz otdan ochiq tar purab turadi. "Nemishqa itini olmaysan? Chaqqan bo'l!" dedi Sali Turg'a Manglik Niyozga. Ondan choparman bilan esallik so'rashib, uni uyga boshladi. Choparman chiroyli burt qo'yib olgan, yumaloq yuzlik yosh yigit edi. Yigit usti beshidagi chang to'zonni qiqishtirib uyga kirish bilan qo'ynidan bir lipop chiqarib Sali Turg'aga sundi. "Oy, opsi, chaqqan bo'l. Agal taom, ondan kalom deb tikan." Manglik Niyoz choparmanga osila deb opqur chinidagi issiq qaymoq chayni uzatayotganda Sali Turg'a Xo'janiyaz hojining xatini 2 qaytam o'qib chiqib, hayajonlangan holda mundoq dedi. Obdan xabar aytibdi lafkam. Xudoyim buyursa, endi ishlarimiz ilgari bosqudak. Sen hozirli berib, Qosim Polgonga et. Haras, dadangga mo aytib qo'y. Har ikkisi atiganlik chayga bizning uyga kelsin. Atsi Qosim Polvon, So'pi Margan va qurollangan yigitlardan Manglik Niyoz boshliq 10 dak odam choy ichib o'ltirganda Sali Turg'a ularga Xo'janiyaz hojining qaytini o'qib berdi. So'rindigilar hayajonlanganidan bir-birini quchoqlashib ketdi. Gap shu. Qani, aytsizlar-chi. Endi biz qanday qilsak bo'lar? Qosim Polvon ko'ksiga tushib turgan qop-qora soqolini o'ynab o'ltirib, o'z fikrini bayon qildi. So'pi Margan Temir Xalbi yig'ilqida bo'lgan ba'zi ishlarni eslatib, bir oz qo'shimcha qildi. Shuningdan keyin Sali Turg'a ularning fikriga qo'shilib, "Amsi shundoq bo'lsin. Darhol tayyorlanaylik." Cheriklarning hujumi boshlanguncha Sali Turg'a boshchiligidagi qo'zg'olonchilar yurt ichidan chiqib, cheriklar keladigan yo'ldagi jilg'a va edirliqlarga joylashib oldi. Qosim Polvon bilan Manglik Niyozlar marganlarning bir turkumini boshlab oldingi safga o'rinlashdi. Ular kang edirliqlarga tarqalgan holda otlarni bashtin-bashtin qilib ot tutarlarga tutqizib qo'yib, o'zlari ko'tal boshlardagi qo'ram tashlarining tubida qumul yo'liga qarab o'ltiradi.
it egisi itni buyursa, it qopib quyruqini buyuribdi degandek, Ju Tuanjang o'zi tashviqda qilib, bu qitimqi jangga qo'mondonlik qilishga Qing Yingjangni buyurgan edi. Bu buyruq Qing Yingjangning quliqiga tash urilgandek tuyuldi. Chunki u bir necha kun burun Shopulga qilgan ikki qitimliq jazo yurishida qattiq zarbiga uchragan va tog'liqlar bilan bo'ladigan to'qinishlarda g'alaba qilish ishonchisini tamoman yo'qotgan edi. Uning ustiga u bu kunlarda Sali turgan qari chechakka qo'shib qo'ygan yeliqi ayolni zo'rlik bilan elib qilib, uning bilan o'z umridagi eng shirin minutlarni o'tkazib o'tdi. Osmon xudosiga nahayt ko'p shukr etishim kerak. Yo'riq dunyoga ko'z ichib, tunji ko'rgan ayolim. Bu dasht bayavonga kagili unumay, Urumchida qilib, meni hasrat qo'yayotganiga 2 yil bo'lgan chaqda tog'liqlarning isyon ko'tirishi bilan taqdir bu tayyor ne'matni menga nisib qildi. Bu ne'matni oldimga keltirgan haliqi qori cho'qur, xo'lanzchig'imi rahmat ihson bo'ladi. Ammo u bu xotini menga qoldirib ketgani unumay, jinidan ayrilg'ili tas qoldi. Mubada yana birdam gap talashgan bo'lsa, uni jajisi bir dal o'q edi. Nima bo'lsa bo'lsin, bu bayovon cho'lda o'zimga obdan bir ermak topdim. Undaq bo'lmaganda, Apyon chirig'i oldida yolg'iz yotganning mazasi bo'lmaydi-da. Qara, buning xumarlashib ketgan ko'zlarini, nefes qizil lavlari xuddi jinestiga o'xshaydi. Jahon nim bo'lib ketsa ketsin, menga o'z oromim kerak. Qing Yingjang mana mushundaq odam edi. U Qo'muldagi bosh qo'mondonlik shtabining o'rinlashtirishi bo'yicha hujumni Xo'janiyaz hojining yigitlarini oldiga selib boshlagan bo'lsa-mu, ko'ngli amin emas edi. Uning ustiga Ju Tuanjang tashviqqa kelgan kuni yilqi xotini ko'rib qilib, "Ohoy! Sizning cho'l bayovondagi bu gazarmingizda mundaq modangilning ichilganligi kishining tushiga kirmaydigan mo'jiza bo'pti. Modangilning puruqi bo'lmagan bilan o'sni ko'ngilga orom beradi. Siz jangdan kagicha zerikib qolmaydigan bo'ldim." deb ma'nili kulib qo'ygan edi. Qing Yingjang bu gaplarni o'ylagan sari yuragini mushuk tatalayotgandek his qildi. Uning xayoli shundoq rashik jangilda kesib yurgan paytda tong-tong qilib ikki poy miltiq etilib, o'zidan 20 qadamcha oldida ketayotgan ikki cherik otdan mo'llaq etib tushdi. Qing Yingjang "Ot!" deb buyruq tushirdi-da, o'zimi qo'lidagi 10 atar miltiqni o'q ovozi kelgan tarafga qaratib qarsig'ili ichishga boshladi. Bu jang shundoq boshlandi. Qatmuqat idirliqlarga yo'shirinib olgan tog'liqlar u yer bu yerdan bir pay, ikki pay o'q chiqarib qo'yatdi. Sheriklar bo'lsa, bir pay o'q chiqqan yerga qaratib, necha 10 paylab o'q atadi. Biroq tog'liqlarning o'qi bir tarafdan emas, go'yo hamma tarafdan kelayotgandek seziladi. Bu ahvol sheriklarni o'z sepini buzib, goh u yoqqa, goh bu yoqqa ot chaptirishga majbur qilib qo'ydi. Qing Yingjang har qancha durpun selib ko'rsa-mu, tog'liqlarning to'plashib turgan yerini topolmadi. Shundaqdimi, u dushmanning asosiy qismi oldimizda deb o'ylab, sheriklarga davomli olg'a mengishga buyruq berdi. Kang edirliqlar borgan seri toqqa yiqilib jilg'iga tutashganda, shu jilg'i og'zida bir to'p tog'liqlarning qarisi ko'rindi. Sheriklar shiddat bilan hujumga o'tdi. Tog'liqlar bu hujumga bardoshlik berolmay, jilg'ining ichiga qarab qochdi. Ayrim bir nechasi qochqonlarga panoh bo'layotgandek, qo'rim tashlarning doldisida turib, sheriklarga o'q chiqardi. Qing Yingjang bu ahvolni ko'rgach, qo'zg'olonchilarni qochdi deb o'ylab, yenidagi kanaychilari orqali qo'g'lashga komanda berdi. Bayiqi idirliqlarga yo'shirinib olgan qo'zg'olonchilarning orqa tarafdan qo'rshab kelayotganligini u zotili sezmaydi. To'satdan havo o'zgarib, yoz quyoshining yuzini qoplab olgan qora bulutlar jilg'ining ikki qasningidagi tashliqlarda mo'kinib yotgan tog'liqlarni uning ko'zidan yo'shirib turadi. Cheriklar otlarini chaptirib jilg'iga kirib bo'lganda, orqa va yon taraflardan tarasab miltiq etilishga boshladi. Bo'libmi, orqa tarafdan qilish o'yintib kelayotgan tog'liqlarning qiyoqas chuqonlari hammadan dahshat soladi. Ularni ot ustida Nanglik Niyoz jangga boshlab kirgan edi.
Cheriklar, jumladan Xo'janiyaz hojilarga so'ngdishib kelayotganlar nima qilishini bilmay tamtirab qolganda, Xo'janiyaz hoji va uning yigitlaridan ikkisi qo'lidagi 9 atarlarni tashlab o'tib, qo'yinlardan Yusuf tayji bergan qisqa 10 atarlik miltiqni shart qilib chiqardi-da, o't ustida turiblar taraslatib ichishga boshladi. Qolgan yigitlarmi otlarini tashlab qo'ram tashlar daldisida sheriklarga o'q yoqtirishga kirishdi. Yeliqi qechib ketayotgan dog'liqlar orqaga burilib, Xo'janiyaz hojining yigitlariga qo'shildi. Xuddi qo'mash qo'rg'andek taraslab etilayotgan miltiq ovozlari, egisiz qolgan otlarning chirqirab kishnashlari, odamlarning qiyoqas cho'qonlari va yaradorlarning voydotlari qo'shilib, butun jilg'a titrab ketayotgandek sezildi. Birer soat davom qilgan bu jang natijasida qo'zg'olonchilardan 5 kishi qazo tepib, bir yang cherikdan faqat 9 odam tirik qolgan edi. Chingying jangmi o'ldi. Salih To'rg'a va Qosim polvon boshliq cho'nglar Xo'janiyaz hoji bilan quchoqlashib, bir-birini tabriklayotganda, Manglik Niyozning yigitlari tirik qolgan cheriklarni ularning oldiga haydab keldi. Tog'liqlarning bir nechisi tangli digudek miltiqlarining chaqmog'ini qayrib hurpiyishdi. Hey, nima qilmoqchisizlar? Nima qilibdi To'rg'am? Bularnimi avla qo'shitayli deymiz. Hey, tayyorga hayyor kanto. O'zingmi-g'o qaranchiqi yo'q keshni purab yuradigan kantomishga o'xshaysan. Hey, qo'li bog'langan cheriklarni otmoq, patmi xotinning qo'lidan keladi. Qaramamsan, ularning to'lisi yardarkan. Yiqilganni tepmek yo'q. Er bo'lsang, o'zingni maydonda ko'rsat. Bularga mengidek ot berayli. Qumulg'a berib, Liusijonga mening salomimni yetkizsin. Deb masxirlik kulib qo'ydi Xo'janiyaz hoji. Hey, bizningchi gapni uqdiganinglar bormi? Salih To'rg'aning gapiga Xo'janiyaz hoji javob berib, bugungi cheriklar orasida bir pay Uyg'ur cheriklarining borligini aytib, neriroqda o'ng qo'lini bel tasmasi bilan bo'yniga esib olgan, kiyim-kechaklari qon bo'lib ketgan bir cherikni ko'rsatdi. Yolg'iz mushu birla tirik qolgan o'xshaydi. Hey, sening iting nima edi? Itim Shavas. O'zing nadin? Begir yingsadan. Liusijonga mening salomimni yetkiz. Onun danışmanligi bo'lmagan bo'lsa, men o'z makonimga kechikib kelgan bo'lardim. Anladingmi? Liusijonga bizni salom et. Bizga nurg'un qoral yaroq chiqiribdi. Texamavu durbumi bor ekan. Endi o'zi kelsa, yiroqdan ko'rib oldiga bora olmaymiz. Ava eg'ir yardarlarni qanday qilamiz? Qanchkan? 20 dak bor. Yetkidak ot beringlar. Mavla bir iloj qilib aytsin. Shuningdan 2 kun keyin yilqi qayri mushavir o'z yotqida taqir beshini 2 olqini orasiga elib, ulug' kichiktinib o'ltirganda Liusijon talatini turib qora bo'ronda kirib keldi. Xo'sh, zamonimizning jugil yangi. Yana qanday danishmanliklar ustida xiyol suryapsiz? Qayri mushavir darhol o'rnidan turib, gunohkor kishida qo'llarini tushirib, beshini tuvanga ekkan beti hech nima demay yerga qarab turdi. Liusijon asabiylik bilan qo'l siltib, "Qolgan danishmanligingizni Osmon xudosining dargohiga berib ishlatasiz. Ammo Osmon xudosi sizning danishmanligingizga meningdek aldanmas deyman." dedi-da, yonchuqidan uzuniga yirtilgan bir g'o'latcha oq surupni chiqarib, uning oldiga tashladi. Bu an'anaviy qoida bo'yicha aytganda, esilib o'lib ol degan ma'nodagi ishorat edi. Buni ko'rgan qayri mushavir qassobning qo'lidagi o'shkidek chirqirab, Liusijonning oyog'iga yiqilib bosh uratdi. Lekin Liusijon uni puti bilan ishtirib tashlab, uydan chiqib ketdi. 8-bob. Qon bilan tugagan elchilik. Kimki yomon ishni biladi ravo, u o'z qilmishidan tortadi jazo. Xisrov Dehlevi. Shu jangdan keyin o'zining cheriklariga qat'iy ishonmas bo'lib qolgan Liusijon, agar qo'zg'olon ulg'ayib ketsa, o'zining cho'qim javobgarligi tortildiganligini, beshi ketmagandimi, mansabdan tushib ketadiganligini to'liq o'ylab, 2 kun ichida arvohga o'xshib qoldi. Badam qopoq kelgan,
silva bo'yliq qora qash ayoli bilan shishi gumbaz tubida yetib orqa-orqadan sho'rg'an apyon isirimi uning nervisini tinchitolmaydi. Shundoq paytda uning xos mahrami Qumul Shenjangning ziyoratga kelganligini ma'lum qildi. Salom soatdan keyin Shu Shenjang yog'lishib ketgan go'shlik yuzini ho'l lo'ngida surtib o'ltirib, muhim ish bilan kelganligini aytdi va uy xoli qolgandan keyin "Men bir yangi chora topdim. Va og'zingizga yog' birodar. Qani, ayting. Men Yang Jangjongning to'mir isyonini tinchitishda qo'llangan farosatli tadbirlarini janobingizning xotirasiga sep o'tishni lozim topaman. Top zambirak va miltiq neyziga ishongan chandorinning oqchuqsida qandoq bo'lganligini, keyin Yang Jangjongning choshqonning burnini qanotmay turib, isyonchi to'mirni farosat bilan qo'lga tushirganligini janobingizmi anglagan. Yang Jangjongning tukni yetishig'i silsa, asov otmo yavaşlab qoladi. Qurt o'zining yumshoqligi bilan har qanday qattiq yog'ochni yavitadi. Qushni don oldi olaydi. Odamni gap. Kulib tursang, yo'lbosni tegmasmish. Jangda kuchga emas, farosatga toyinish lozim degan gaplari mashhur hikmatlar jumlasiga kirdi. Nima demoqchisiz? Gapni udul qilib. Bundaq hikmatlarga ancha rayim yo'q. Menchi bo'lganda yerliklarning mo'tabarlaridan tarkib topgan bir elchilar o'miga avatayli. So'g' salomni aymayli. Bu o'makka Qumulning eng cho'ng ulamasi Sadansha Oxunimni boshqilayli. Nima da'vatsi taqsir? O qiyri zohidsa elchilikka berishga unami? O'nigan taqdirdimi? Bizning foydamizga gap qilandi. Onun madrasada taliblarga nima deb dars aytadiganligini, juma namozlarda kinoyi gaplar bilan bizga qarshi tashviqot qiladiganligini unutib qoldingizmi? Xotirjam bo'ling janoblari. O qiyrini elchilikka ma'qul degizishni men ustimga olaman. Ma'qul demay, haddi emas. Uni qandoq bo'lmasin, elchilikka avatishning ahamiyati shuki, u bizning elchimiz bo'lib, tog'liqlarning oldiga chiqsa, shuning o'zi kifoya. Esyanchilarga tegishli gapni o'zim qilaman. Jumladan, qolgan yurt mo'tabarlarining og'zini ochiradigan chorni o'ylab qo'ydim. Menimcha bo'lganda, mundaq qilayli. Shu Shenjang o'zining o'ylaganlarini tafsiliy bayon qildi. Liu Sijang xushalligidan og'zi qulqiga yetib, Shu Shenjang tuzib chiqqan elchilar tizimligini tasdiqladi. Ondan barliq otliq, piyoda to'pchi qismlarga harbiy paradga tayyorlanish to'g'riliq jiddiy buyruq berdi. Sadansha Oxunim boshliq kishilarning elchilikka chiqadiganligini qo'zg'olonchilarga uqtirib qo'yish vazifasini Shu Shenjang ustiga oldi. Sadansha Oxunim Shu Shenjang Yari Durga va yana bir qancha kishidan tarkib topgan elchilar o'miki taqqa mengishdan bir kun burun hukumat idoralari joylashgan shaharning sharqi darvozasi qarshisidagi maydonda harbiy parad qildi. Liu Sijang boshliq harbiy va mulkiy amaldorlar bilan yurt mo'tavarlari maydonning bir chetidagi keng supida o'ri turishdi. Faqat Yusuf Taychi bilan Sadansha Oxunimga yog'och o'rindiq qo'yib berilgan edi. Beshiga odatda uyda kiyadigan yenik kamchat tumoq kiygan Yusuf Taychi sal o'ngib ketgan kimxob to'ng'i o'rilib, jivagrak kelgan gavdasi bilan oldiga engishib o'ltirdi. Uning chiroyida qandoqdir norozilik alomatlari sezilib turadi. Yo'g'on salla, yeshil duxovi to'n bilan o'ltirgan qaddi qomatlik Sadansha Oxunimning xuddi oq soqolidek oqirib ketgan uzun va qilin qoshlari yerga qarab turgan ko'zlarini yerim yetib turadi. U shu topda qandoqdir xiyol dengiziga g'arq bo'lgandek ko'rinadi. Liu Sijang ulardan yerim qadam oldida bir qo'lini orqaga tutgan holda paradni qabul qilyapti. Maydonning bir chetidagi qumliq tomosha ko'rgili kelgan aholi bilan to'ldi. Har xil tipdagi yangi miltiqlar, ig'ir yenik pilimot, minamyot, to'p zamraklar bilan qurollangan qismlar maydondan o'tayotganda supining bir chetida qo'llarini nosvo'lrang cheparqut tashmitining yonchuqiga tiqib, miqida kulib turgan ko'zi soqol Hasan Balahoji yenidagi egiz bo'yliq qora soqol kishiga qarab, "Do'rg'am, ko'ryapamdilar.
Liu Sijangning bizga ko'rsatayotgan tomoshasini. Ha, elchilikni obdan qilsinmi? Bu qari soqol kishi Yari Dorg'i edi. Taqsir, qumilda munchivola cherik baliqini bilmabdikanman. Yaroq jabduqlarimi bir qismila xilgan. Yari Dorg'ining kinoyi gapni tushunmaganligidan sal ranjigan Hasan bola hoji ingikini silab turib, "Belli, o'g'il bola, qizim sana aytay, kelinim sen angla degan gapni anglamaganmi, ha?" Hoji nima da'vatida yavdarin? dedi Liu Sijang o'ziga yaqinroq yerda turgan yo'lbosga jiddiy qarab. Yo'lbos mashirang harbiy pashmat ustidan bog'lagan tasmasini tuzab qo'yib, Hasan bola hojining qishig'i yo'rg'ilab keldi. Sijang janoblari, o'zlarining nima qilayotganligini bilmoqchikan. Belli, o'g'il bola. Sijang janoblari gapimizga quloq silib turgan ekanda. Men nima deydim? Dorg'amga elchilikni obdan qisila, tog'chilar to'liq ko'ranglimisin? Liu Sijangning kuchini ko'rib otamdilar da'vatiman. Qandoq bo'pti? Yo'lbos bu gaplarni Liu Sijangga o'rib berdi. Liu Sijang apyondan qaratib ketgan tishlarini ko'rsatib, mamnuniyat bilan kulib qo'ydi. Bu parad Shushenjangning elchilar taqqa mengishdan burun ularga kuch ko'rsatib qo'yish lozim degan fikri bo'yicha o'tkazilgan edi. Shunga Hasan bola hojining gapini anglagandan keyin Shushenjang, "Qandoq? Mening fikrim to'g'ri chiqdimi?" deganda qilib Liu Sijangga ko'ranglik bilan kulib qo'ydi. Paraddan keyin elchilarga uzatish ziyofati berildi. Ziyofatda Liu Sijang so'z qilib, oxirida mundoq dedi: "Ahvolni ko'rdinglar. Tuxumni tashqi urg'ilib bo'lmaydi. Tag'liqlar nadonlik qilmasin. Qoralni topshirsalar o'tganga salavat. Bo'lmasa, bizdan yomonlimisin?" Mehmonlar tarqagandan keyin Liu Sijang bilan Shushenjang kirsin lampasi bilan yo'rtilgan xos uyida yo'lbosni qabul qilib, biror soatga yaqin paranglashdi. Atsi elchilar ot harvalarda nurg'un sovg'i salomlar bilan taqqa mang'idigan chaqda yo'lbos o'zining xos mahramlaridan To'qsin Po'gan degan shoda-pochoq yigitni to'g'lab, elchilarga xizmat qiladigan xodimlar qatoriga qo'shib qo'ydi. To'qsin Po'gan yurish turishidan oyig'i yenik, o'zi chaqqan, xushfe'l, haqiqatan mulozimlikqa yaraydigan kishi edi. Qoida bo'yicha elchilarning qurol-yarog' ilib mengishi qat'iy man'iy qilinganiga qaramay, u itini egarlab etib, nemishqidir bir xanjarni hech kimga to'ydirmasdan egar bilan to'qimning orasiga tiqib oldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Simin nomli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mush yergacha anglatdik. Bu dönem çeyrikler kelgende təliyin çıxıb qalar. Əmma da o günküdək qorxuncaqlıq qısan, axsaq baytılondun mu ayrılıb qalısan. Qaranğı tün, qarı yağaç menin yoldaşım. Çıldırmısa yopurmıqı, hoşya dur bişim. Düşman bilen canlar kılıp, men öder bulsam,